Uchinchi misol tahlili. 2x kvadrat minus 5x plus 1 teng 0. Kvadrat tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, x1 ko'paytirilgan x2 qo'shilgan x1 qo'shilgan x2 ning qiymatini topishimiz kerak. Berilgan kvadrat tenglamani keltirilgan kvadrat tenglamaga aylantiramiz. U uchun kvadrat tenglamani 2 ga bo'lamiz. X kvadrat minus 2,5 x plus 0,5 barobar 0. Ushbu kvadrat tenglamani vet bo'yicha ildizlar yig'indisini hisoblasak, ildizlar yig'indisi 2,5 ga, ildizlari ko'paytmasi 0,5 ga teng. Shartda so'ralgan x1 ko'paytirilgan x2 plus x1 ko'paytirilgan qo'shilgan x2 ifodani qiymatini hisoblashimiz kerak. Bu yerda ildizlar ko'paytmasi 0,5 ga, ildizlari yig'indisi vet bo'yicha 2,5 ga teng. Qo'shsak, demak so'ralgan ifodaning qiymati 3 ga tengligi kelib chiqadi. C javob.